Hop, videoni boshladim. Mana mana shu mashinaga yozilgan siydi hozir tushuntirib beraman. 176 ta so'z bo'ldi. Deyarli C1 desa ham bo'laveradi. C1, yeah. Do people rely too much on online shopping? Odamlar onlayn narsa sotib oladimi deyapti. Xo'p, bizda endi bilasiz, doimgidek nima deydi, introduction kerak. Ya'ni paraphrase qilamiz. Misol uchun sabab so'rayapti, to'g'rimi? Nima onlayn anaqa deydi, onlayn ishlatadimi va ishlashda sababi nima deyapti. Xo'p, misol uchun bugungi kunda juda ko'p odamlar shubhasiz onlayn shoppingni ishlatadi. Bu essayda men uni sabablarini aytib beraman deysiz. Mana shu zo'r narsa shu, masalan, I will examine, men ko'rib chiqaman, the underlying reason, yashiringan, shuni orqasidagi sababi, behind this phenomenon, shu vaziyatni orqasida qaysi sabab turganini men sizga ko'rib chiqaman deyapti. Shuni ancha yodlab olsangiz zo'r bo'ladi. Juda foydalida. Hop, bunday qilib qo'yaman. Hop, misol uchun mana uje aytdingiz, mana bu yerda thesis statement deyiladi. Xuddi shu yerda siz mana bodylarda nima qilishingiz kerakligini aytib qo'yishingiz kerak oldindan. Tushunamizmi? Mana biz bu yerda aytganmiz, men sabablarni ko'rib chiqaman deb qo'yganmiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Ikkala bodyda ham biz sababini ko'rib chiqishimiz kerak. Misol uchun, birinchi yo'lda biz mana qilib boshlashimiz kerak emas. Mana misol uchun there are several reasons deyishimiz shart emas. Misol uchun manaqa o'tirishimiz shart emas demoqchiman. Birdaniga sababga o'tib ketsak bo'laveradi. Misol uchun the first reason, shuni ham belgilab qo'yay. The first reason why people often use online shopping is that, birinchi sababi qaysiki, nega odamlar online shoppingni ishlatishini birinchi sababi is that shuki, it is very convenient. Bu juda qulay. Bo'ldi, mana shu bizi birinchi sababimiz. Biz shu haqida gapiramiz. Mana shu shuncha joyda biz mana shu narsa haqida gapiramiz. Ya'ni bodylarda birinchi yo'lida biz pastda nima haqida gapirishimiz kerakligini yozib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda biz esa qulaylik haqida gapirib beramizda hozir biz mana it's very convenient dedik. U juda qulay dedik. Endi nimaga qulay, qanday qulay, misol keltirib ber, isbotlab ber degandek, xuddi shuni isbotlab beramiz pastda. Birinchi yo'lda, mana birinchi nuqtada shu biz sababini berib qo'yishimiz kerak. Tushundingizmi? Xo'p, misol uchun sababini berdik. Xo'p, endi ikkinchi yo'ldachi? Endi ikkinchi yo'l yozib qo'yaylik mana bu yerga. Xo'p, bu yerga topic sentence bo'ladi bizda. Kichkina bilan yozsam bo'ladi. Topic sentence. Ya'ni, o'sha topic sentence degani ideyamizda, xullas. Xo'p, mana topic sentence. Endi ikkinchi yo'ldan, ya'ni ikkinchi nuqtadan biz tushuntirib berishimiz kerak. Ikkinchi nuqtani o'zida. Misol, birinchi nuqtada sabab, ikkinchi nuqtada tushuntirish. Mana nimaga birinchi sabab qulayligini bergan bo'lsa, shu nimaga qulayligini ikkinchi yo'lda tushuntirib ketamiz. Mana this can enable people to buy products even without going to stores. Bo'ldi. Mana shu bizni tushuntirishimiz. Nimaga qulayligini biz aytdik. Mana misol uchun do'konga borib o'tirmasdan ham biz narsa sotib olamiz ekan. Bu qulaymi? Albatta qulay. Mana xuddi shuni tushuntirib qo'ydi, nimaga qulayligini. Endi natijasi. Misol uchun mana xo'p, qulay bo'ldi. Qulay bo'lgandan keyin nima bo'ladi desa, qulay bo'lgandan keyin mana natijada odamlar, ayniqsa yerda soat ishlaydigan ishchilar yoki bola boqish bilan ovora bo'lgan ota-onalar can save a significant amount of time. Vaqtini tejab qoladi. Ya'ni do'konga borib o'tirmaydi-da, onlayn sotib oladi narsalarni. Natijada ular vaqtini tejab qoladi. Bo'ldi. Mana birinchi yo'l ideya, ikkinchi yo'l tushuntirish,
Uchinchi yo'l esa endi natija. Uchinchisi natija. Xo'p, mana bu yerga biz explanation yozib qo'yishimiz kerak. Explanation. Menimcha to'g'ri yozyapmanmi? Menimcha bo'ldi. Explanation. Bu ikkinchi yo'lda explanation berdik va natijasini ham aytib qo'ydik. Natijasi nima ekan? U yerga borib o'tirishda uni onlayn sotib olsa, vaqtini tejab qolar ekan. To'g'ri. Xo'p, mana result. Natijasini berdik. Endi misol keltirishimiz kerak. Isbotlab ber desa, misol uchun juda ko'p shaharlarda ko'p oilalar, shuni ikkita ko'p bo'lib qolibdi-da. Hop, in many cities a lot of desa ham bo'laveradi. A lot of families, oilalar hozirda ovqatlarni zakaz qiladi va kiyimlarni sotib oladi. Ilovalardan, telefondagi ilovalardan va ular o'z sotib olgan xarid nima deydi, buyurtmagan narsalarini qisqa vaqt ichida qo'lga oladi. Bo'ldi, misol keltirdik shu. Bu yerga endi example deb yozib qo'ysak bo'ladi. Example bo'ldi. Shuni bizga yetarli shu. Endi ikkinchi yo'lda ham, ikkinchi badiyda ham biz xuddi shunaqa davom etishimiz kerak. Hop, necha minut bo'libdi videoni? 6 minut bo'libdi. Bo'ldi. Pastda ham xuddi shu bilan bir xil bo'lish kerak. Ya'ni faqat endi boshqa narsa haqida gap ketadi. Misol uchun, another reason, boshqa bir sababi shuki, the wide range of products available online. Shu bizi anaqamiz, topic sentence'imiz, ya'ni nima deyapti? Internetda juda ko'p turdagi mahsulotlar bor demoqchi. Available mavjud, to'g'rimi? Bu ham bizda topic sentence. Bu bizda sariq bo'lmasi kerak. Bo'ldi. Birinchi gapimizni mana topic sentence berib qo'ydik. Endi biz shu hali ko'p ko'lamdagi mahsulotlar borligi haqida gapirib beramiz. Misol uchun, nimaga ko'p mahsulotlar bor internetda desa, ikkinchi yo'lda biz tushuntirib qo'yamiz. Mana websites often have more items and cheaper prices than traditional shops. Misol uchun, hali veb-saytlar bor. Hali misol uchun Uzum Marketdan bir veb-sayt hisoblanadi aslida. Uzum Market, to'g'rimi? Xuddi shu yoki Alibaba Xitoyda katta anaqasi, dunyodagi eng katta onlayn shopping, Alibaba adashmasam. Xuddi shuni tushuntirib qo'ydik. Misol uchun internetda nimaga mahsulotlar ko'p desa, chunki veb-saytlar bizga buni taqdim qiladi. Bo'ldi. Tushuntirib qo'ydik, to'g'rimi? Uni ko'pligini tushuntirib qo'ydim. Ikkinchi yo'lda o'zida. Bu bizda explanation bo'ldi bizda. Endi xo'p, bizda ko'p anaqalar bor ekan, nima deydi? Mahsulotlarimiz ko'p ekan biz. Endi bundan biz nima naf desa, naf shuki, natijada, ya'ni odamlar prefer purchasing things online and become used to doing this. Ular natijada odamlar shu onlayn veb-saytlardan, ilovalardan sotib olishni afzal ko'radi. Ya'ni borib o'tirmasdan yoki ko'pgina mahsulotlarni xohlaganini tanlab sotib olishni afzal ko'radi va buni qilishga doim o'rganib qoladi. Yaxshi ma'noda. Keyin misol uchun misol berishimiz kerak. Mana mana qani? Maytda gapni boshida berib ketganmiz-ku. For example, for instance bir xil gapni boshida berib ketganmiz. Endi shuni misol uchun for example deshni o'rniga bitta so'z, virgul, for example bitta so'z keyin davom ettirib ketishimiz mumkin. Mana xuddi shunga o'xshatib. Mana buni shunday yozishimiz mumkin edi. Misol uchun for instance, maytdan students deb ketishimiz mumkin edi. Prosta for instance o'rtaga olib qo'ydik. Ikkita virgul bilan. Boshda bir dona gap, bir dona so'z bo'ldi. Farqi yo'q. Shunisi yaxshiroq aslida. O'quvchilar, misol uchun, tez elektronik gadjetlar, ya'ni o'sha gadjetlar, ya'ni telefonlar, kompyuterlar sotib oladi mobil ilovalar orqali. Misol uchun Alibaba yoki Uzum Market. Chunki
These apps bu yerda ham misolda ham aytyapmiz buni. These apps help students compare prices easily. Chunki u applar odamlarni, shu studentlarni narxini osongina solishtirib olishga yordam beradi. Bo'ldi. Misol keltirib bo'ldik. Sotib olgan ko'proq studentlar sotib olish mumkin ekan. Bo'ldi. Uji example ham tayyor bizda. Bu badiy ham tugadi. Well developed bo'ldi. Ya'ni yaxshi rivojlantirib qo'ydi essayni. Endi in conclusion eng oson qismi, xulosa qilib aytganda, odamlar menga often desa ham bo'laveradi. Odamlar tez online buni rely olmas, endi xo'p, use deb qo'ysa ham bo'laveradi yoki use deb qo'yamiz. Use online shopping. Odamlar online shoppingni ishlatadi, chunki nimaga? Chunki u ko'proq yaxshi opportunity, ya'ni imkoniyatlar beradi o'z foydalanuvchilariga. Bo'ldi. Xulosa shu. Xulosamiz shu. Misol uchun shuni agar misol uchun IELTSda qilganimizda, IELTSdan baho berganimizda, agar ya'ni to'g'ri hozir bu yerda so'zlar minimal qisqartirilgan, 186 ta so'z bo'libdi, menimcha zo'r. Lekin IELTSda bilasiz 250 ta so'z bo'lishi kerak. Agar borani shuni 250 ta deb olganimizda, IELTSdan misol shu so'zni 250 deb taxmin qilaylik. Bu bo'lardi bizda 8. Bu bo'ladi, ya'ni cohesion, ya'ni bu task response, bu savolga qanchalik javob berganimiz, ya'ni bu yerda bu badiyimizni qanchalik rivojlantira oldik biz. Misol uchun explanation berdik, to'g'rimi? Ya'ni topic sentence berdik, explanation berdik, result berdik va example ham berdik. Endi IELTSda biz anaqa berishimiz mumkin, little conclusion. Misol uchun little conclusion nima? Ana bu yerda yozib qo'yishimiz mumkin. Therefore people are using it often. Shuning uchun shu sabablarga ko'ra, ya'ni misol uchun mana birpasda o'z anaqasini qo'lga oladi, osongina yoqqa borib o'tirmay qilib qo'yadi zakaz. Shuning uchun odamlar online shoppingdan foydalanyapti, traditional shoppingdan ko'ra deb xulosa qilib qo'ysa bo'ladi badiyda o'zida. Lekin bizga kerakmi, kerak emasmi? Mayli yozib qo'yamiz. Bu ham zo'r bo'ladi. Online shopping then traditional one. Ya'ni misol uchun traditional one degani bu shoppingga tegishli-da. Online shopping then traditional shopping deyishdi o'rniga online shopping then traditional one. Farq bir xil. Namarot mana u yaxshi. Shunday xulosa qilib qo'ysa ham bo'ladi mana bu yerda. Endi little conclusion bo'ldi mana. Endi bunisi ikkinchisiga shart emas. Yoki shuni ikkinchisiga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Farqi yo'q. Xuddi shunaqa. Buni ham xuddi shunaqa qilib rivojlantirdik badiyimizni, badiy paragrafimizni. Endi bu menimcha 8 yoki 9 bo'la oladi 100%. Endi lexical resource bizda shunaqa yozilamidi? Lexical resource. Bo'ladi. Lexical resource'imiz, ya'ni so'z boyligimiz bizi. So'z boylik uncha ham kuchli emas. Xo'p, so'z boyligimiz haqida gaplashib turdik. U juda ham kuchli emas so'z boyligimiz. Ya'ni zo'r so'zlarni ishlatmadik. Maksimal oddiy qilishga harakat qildik. Shuning uchun bemalol 7 qo'ysa bo'ladi. Chunki xato so'z ishlatmaganmiz umuman. 7 yoki 8 deylik. Chunki misol uchun 7 deyishga 7 desak, umuman xato so'z yo'q. Lekin 8 desak, hali zo'r so'z ishlatmaganmiz. Shuning uchun 7-8 deb turaverib, endi ekzamenlarda o'ziga bog'liq necha qo'yish endi uni. Xo'p, misol uchun grammatika. Grammatikamiz endi bizniki bo'ladi. Grammar and accuracy bizda bo'lishi mumkin 7. Chunki zo'r grammatika umuman yo'q bizda. Ya'ni nima desam bo'ladi? Hali misol if ishlatmadigan res haligi nima deydi? When, also, even though shunaqa ishlab tashlamadiydi. Просто так simple qildik. Simple. Lekin shu turishida ham misol uchun mana
7,5 ola oladim men. Ha, overall necha bo'ladi hozir? 8 mana 8 hisoblaylik. 8. Xo'p, buni ikkalasini 7 hisoblasak, buni ikkala 8 hisoblasak, overall 7,5 bo'ladi. Mana shunaqa simple, ya'ni sodda essay bilan biz 7,5 ola olamiz IELTS dan. Endi bu menimcha anaqaga C1 ga to'g'ri kelsa kerak, to'g'rimi? Nima deydi? Safer multi-levelga C1 ga bemalol to'g'ri keladi. Shunaqa qilib yozish kerak essayni. Bitta body'da, mana bitta body'da topic sentence tanlaysiz, ya'ni masalan ideani tanlang. U qulay bo'ldi. Birinchi sababi u qulay. Ikkinchi yo'lda o'zida nimaga qulay degan savolga javob bering. Chunki u odamlarni anaqaga bormasdan ham turib, anaqa sotib olishga yordam beradingiz. Bo'ldi. Qulayligining sababi shu, sotib olishga yordam beradi. Sotib olishga yordam bersa, ya'ni odamlar u yoqqa borib o'tirmasa bozorga nima bo'ladi? Vaqtini tejab qoladi. Natijasi shu. Misol uchun bunaqa. Bo'ldi, shunaqa. Xo'p, mana bu yerda anaqani yozib qo'yaman. Bizni ishlatgan anaqamizni. Body'da topic sentence bo'ldi. Topic sentence mana bu yerga yozaylik. Topic sentence. Explanation berdik. Orqasidan result, keyin example, keyin little conclusion berdik, to'g'rimi? Shuning uchun odamlar shuni ishlatyapti hozir deb. Conclusion, if possible deb bil, agar kerak bo'lsa. Bo'ldi. Hammasi, ya'ni biz essayimiz xuddi shu strukturaga asoslanib yozilgan. Buni men bitta PDF tashlab qo'yaman. Bo'ldi, video tugadi.